Kishi zararlanmasmi uka seni? Yo'q. Biz chaqiribdilar shunga aytaman. Qachon keladi aka? Qachon o'zga bo'ladi? Ertalab kelsang ham bo'ladi. Ertalab. Albatta. Toptirish iloji bormiki? Nima deysiz? Toptirib joyiga qo'yishi, o'rnatishi. Qaytarib bergisi kelarmikin yo yana janjalga aylantiradimi? Indamay turibmiz. Shunga men jalab debdi qo'shnimga, yonimdagi qo'shnimga. Eshikdan glazodan yana aniqiga kamera olingan bo'lishiga qaramay, telefonimni kamerasini glazokka tutdim-da, haligini kattalashtirib, zapislargacha endi chiqib ketaman deb eshikning tagiga kelib turdim. Eshigi bilan gaplashib turib, pichir qilib rosa g'iybatlashib, mana yonimdagi qo'shnimga ham kirdi chiqdi bo'ladi-da, erim mandan so'radi qo'shni, kamerangiz bor-ku, uyimizga kim kirdi, kim chiqibdi, tutib bera olasizmi? Xotinning muomalasi g'alatilikka. Enaki men bilmayman, men aralasha olmayman. Yo'q, bilmayman deb qutulaman-da, tinchlik kerak, kimga g'alaba kerak, bosh og'riq, aytaman bilan o'lishmasin deb indamasam, yana oshib ketdi bu xotinning qiliqlari, u bilan bitta ekan. Meni qachon kirib, qachon chiqib ketganini boshqani axborot. Tepaga chiqib so'rang, bolam yo'qolib qoldi, top berishsin. Voy, hozir tushadi dedingiz-ku. O'sha yerdan chaqirib berdi-da. Hozir tushadi dedingiz-ku. Ha, tushadi dedim, o'sha yerga tushadi-da, men xonamga tushmaydi. Voy, tepadan nima qilaman, qaysi adashib yurman? Tepaga emas, kippaga chiqing deyapti. Ha, kippa, ha, ishing tashqari, kippa. Ha. Davay, ketdi. Imona, bizda ish qolmadimi? Toptirish iloji bor ekanmi? Ilon qilaman, topilsa. Sumkachani ol qizim. Chunki aniq o'shani men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Shu olib chiqib ketdi. Oldingi aniq telegramingizga ayta olasizmi? Ashno'da telegramim. Ah, mana shu nomerda bu narsa yozib qo'yaman, videolarni sizga tashlayman. Ha, bo'ldi. Rahmat, yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang. Ketding. Siz ham boshingiz og'rib ketdi-ya. Ruxsatnoma yozilmaganmi? Yo'q, yozilmagan, shuni beradi xolos. Aniqa qarang, o'g'limni